Yetimlikda ulg'aygan Asadbek obraziga 4 yil tayyorlangan va Paxtakorda darvozabon bo'lgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktyor Yodgor Sa'diyev haqida noxush xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev bu yil 79 yoshni qarshiladi. Uni ko'pchilik Asadbek roli orqali tanisa-da, aktyorning faoliyati rang-barang, tabiatan jiddiy bo'lgan inson hayoti haqida gapirishni u qadar istamaydi. Aktyorning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayoti va faoliyatiga nazar solamiz. Aktyor Yodgor Sa'diyev oilada kenja farzand, u otasini ko'rmagani, ammo u to'g'risida iliq fikrlarni eshitib katta bo'lgani haqida so'zlab bergan. Otam tug'ilishimdan 2 oy avval vafot etgan. Shu bois otam bilan bog'liq hech qanday xotiralarim yo'q. Ammo hamisha sening palaging toza degan gapni eshitib katta bo'lganman. Dadam rahmatli Habib Saddiy ham hozirgi O'zbek Milliy akademik drama teatrida aktyor bo'lib ishlagan. Dadam vafot etganida akam 6 yoshda bo'lgan ekan. U elas bo'lsa-da dadamni eslaydi. Albatta, ikkita bola bilan beva qolish oson emas. Onamning vafotiga qadar otasiz voyaga yetdim deya o'ksingan emasman. Boisi u kishi otam yo'qligini sira bildirmagan. Biror marta nega mening otam yo'q degan savol bilan onamni qiynamaganman. Yo'qsa onam 28 yoshida beva qolgan. Umr yo'ldoshiga berolmagan mehrini 2 farzandiga ulashgan. Onam o'zim o'qigan maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars berardi. Teatrga ishga kirganimda juda xursand bo'lgandi. Spektaklga kelib old qatorda o'tirishni va tomoshadan keyin peshonamdan o'pishini yaxshi ko'rardi. Afsus, ota-ona g'animat bo'larkan. U 84 yoshida vafot etdi. Uzoq umr ko'rgan bo'lsa-da, uning o'limidan keyin bo'zlab qoldim deydi aktyor. Bolaligim bilan bog'liq shirin xotiralarim ko'p. Akam Xayrulla Sa'diyev yelkasiga o'tkazib meni bog'chaga olib borardi. Ba'zan hazillashib, meni ko'p ko'tarib yurganingiz uchun bo'yingiz mendan past bo'lib qolgan deb kulaman. Abdusamad ismli tog'am bo'lardi. O'zi aravakash bo'lsa-da, juda tanti inson edi. U paytlari mahallada bo'lsa 1-2 yoki 2 insonning uyida televizor bo'lardi. Haftaning ba'zi kunlaridagi Hind kinolari namoyish etilardi. Akam bilan Sebzordan O'rdagacha piyoda borardik. Televizor oldida 40 tacha odam yig'ilardi. Mahalla, ko'y va qarindoshlar bilan yig'ilib Hind kinolarini tomosha qilardik. Menimcha o'sha vaqtdan boshlab akam ikkimizda san'atga mehr uyg'ongan deydi aktyor Yodgor Sa'diyev. Aktyorlik qahramonimizning qonida bo'lsa-da, ammo u bolalikdan futbolga qiziqadi. Ustiga ustak avvaliga san'at sohasida emas, quruvchilik texnikumida o'qiydi. Xo'sh, buning sababi nimada? Bolalikdan sportga qiziqaman. Maqtanishim mumkinki, men birinchi o'zbek darvozabonlaridan biri hisoblanaman. Hujumchi yoki himoyachi bir nechta bo'lardi, ammo darvozabon bitta bo'lgan. Maktabni bitirib, qurilish texnikumiga o'qishga kirganman. O'qib ishlab yurgan paytimda 1964-yilning dekabr oyida Paxtakor futbol jamoasiga ishga taklif etishgan. Muxlislarim juda ko'p edi, ammo baribir aktyorlikka bo'lgan mehrim kuchlilik qildi. 1967-yilda Teatr va rassomchilik instituti, hozirgi O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida tahsil olayotgan paytimda birinchi marta Mirzo Ulug'bek spektaklida Farang elchisi Dilbarim filmida Abdusalom obrazini ijro etganman. So'ng Bobur siymosini yaratish eng katta orzuyimga aylangan edi. Yaratgan rollarim ichida Bobur obrazi hayotimdagi eng unutilmas va eng hayajonli obrazdir. Mana shunday jiddiy rollar nasib etganidan keyin san'atga ipsiz bog'lanib qoldim deydi Yodgor Sa'diyev. Aktyorning muvaffaqiyatlari rollari ko'p, ammo ularning eng zo'ri shubhasiz Shaytanat serialidagi Asadbek roli hisoblanadi. 1994-yil So'nggi o'q video filmini suratga olayotganimizda rahmatli G'ayrat Ubaydullayev Tohirda Shaytanat degan yangi asar bor
bir so'rab ko'ring degan asarni o'qib chiqqach, uni film qilish shart deganman. Tohir aka bilan gaplashsam yo'q demagan, ammo suratga olish ishlari boshlashga shoshmaganman. Oradan 4 yil uni qanday suratga olish kerakligi haqida o'ylaganman. O'sha paytdagi ichki ishlar vaziri Zokir Almatovga bu haqida aytganimda nima yordam kerak degan. Filmni suratga olish uchun studiya ochish kerakligi haqida aytganimda vazirlik qoshida Qalqon studiyasini ochishga ruxsat bergan. Bu janrdagi film nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham birinchi marta suratga olingan. 2000-yil Rossiya televideniyasida uning 6 qismi namoyish etilgandan so'ng ancha vaqt o'tib Brigada seriali tasvirga olingan deydi Yodgor Sa'diyev. Yodgor Sa'diyev teatrdan haydalgani haqidagi mishmishlarga oydinlik kiritildi. 1998-yili Qalqon studiyasi tashkil etilgach, teatrdagi faoliyatim studiyaga ko'chirilgan. Rasman hech qachon ijodiy cheklovlarga uchramaganman, ammo og'zaki nimalardir bo'lgan bo'lishi mumkin. Men hamisha boshlagan ishimni yakunlashga, hammasi oliy darajada bo'lishiga harakat qiladigan insonman. O'sha paytda bor e'tiborimni suratga olish uchun katta mablag' va vaqt sarflangan. Tezroq namoyish etib, pul ishlashimiz kerak degan fikr bo'lgan deydi aktyor Yodgor Sa'diyev. Yodgor Sa'diyev 65 yoshidan buyon yurak bilan bog'liq kasallik bilan kurashib keladi. Uning yuragida bir necha marotaba stent qo'yilgan. Meni shifokorlar bir asrab qolishgan. Bu 65 yoshga to'lishim arafasida bo'lgan. Jigarbandim filmi syomkasidan keyin suratga olish jarayoni paytida bo'lgan edi. Keyin tekshirtirsak, koronavirusiya qidirgandek, shunda stent qo'yish kerak deyishgandi. O'shanda tug'ilgan kunimda 4-5 kun oldin o'shani qo'yib qutqarib ham qolindi desa ham bo'ladi. Hozirgi meditsina shunchalik rivojlandiki, ilgari odamlarda bu narsa bo'lmagan. Tomirlarda qon o'tishi yomonlashgandan so'ng qon o'tishi 100% bo'lmagan 40-30% bo'lgandan keyin u infarktga olib keladi. Hozirgi tibbiyot shu narsalarni joy-joyiga qo'yib, Allohga beadad shukr. Bu orqali qancha odamlar davo topyapti va hayoti davom etmoqda. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Keyin yana bir marta bo'ldi. Kelinoyingiz vafotidan bir oydan so'ng bo'lib, keyin yana bir marta qo'yildi deydi aktyor. Aktyor onasidan keyin turmush o'rtog'iga suyanib qolgani, uning vafotidan so'ng yolg'izlikni his qilgani haqida kuyunib gapirdi. Afsuski, yaqinlarimizning borida qadriga yetmas ekanmiz. Onamning vafotidan so'ng turmush o'rtog'imga suyanib qolgan ekanman, ammo buni vafot etganidan so'ng angladim. Men uchun borini ayamaydigan, e'tibor beradigan inson edi. Ko'rinishimdan men qattiq qo'l ko'rinsamda, tarbiyada u talabchan edi. Habibulloh va Munisaxon ham bolalikda onasidan ko'proq haqiqatlar haqida ko'p gapirishadi. Turmush o'rtog'im san'atshunos bo'lgani uchun u bilan kino va teatr haqida soatlab suhbatlashish mumkin edi. Turmush o'rtog'im bolaligim, san'atga kirib kelishim, rollarim haqida ko'p so'rardi. Anavi rasm qayerda, bunisi qayerdan olsam bo'ladi derdi. Keyin bilsam, u men haqimda kitob yozmoqchi bo'lgan ekan. Tug'ilgan kunimda kitobni qo'limga tutdi. Ammo o'sha paytda kitobni to'liq o'qib, unga minnatdorlik bildirolmagan ekanman. Vafotidan keyin kitobni bir necha marta o'qib, menga bo'lgan mehri naqadar kuchli bo'lgani his qilyapman, deydi Yodgor Sa'diyev. O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev ham 50 yoshdan keyin mashhurlikka erishgan ijodkorlardan biri hisoblanadi. U kinodagi faoliyati 1967-yilda Dilbarim filmidagi roli bilan boshlagan bo'lishiga qaramay, uni mashhur qilgan rol Asadbek hisoblanadi. Hozirgi yoshlar birdan mashhur bo'lib ketgisi keladi. Shaxsan men 43 yoshimda ilk davlat mukofotini qo'lga kiritganman. O'shanda rahmatli O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovga birinchi mukofotim ekanini aytganimda qulog'imga men ham birinchi marta topshiryapman degandi, deydi aktyor Yodgor Sa'diyev.
Aktyor 1990-yildan to 1998-yilga qadar birorta filmda suratga tushmagan. Bor e'tiborini teatrdagi faoliyatiga qaratib, qator rollarni ijro etgan. Shaytanat serialidagi Asadbek esa uning aktyor sifatida mashhurlikka erishishiga sabab bo'lgan deyiladi xabarlarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.